Bu hadisteki ihsan sözünü men ihsan sübtida aldım. Çünkü ihsan degan bu söz Arab tilidagi söz ma'nosi bilan hadisda maqsad qilingan ma'no o'rtasida farq bor. Ihsan deganning Arab tilidagi söz ma'nosi yaxshi qilish degan gap. Ammo hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning maqsad qilgan ma'nosi bo'lsa, shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam jannat kirgizadigan narsa nima o deb so'ralgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir sahoba Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, men bir ayolni suyab saldim" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o sahobaga gap qilmay jim turdi. Şu vaqtda Allah subhanahu wa taala payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tuvandek oyatni nozil qildi. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Hammanglar hoş geldinglar. Biz bugun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisidan İmam Navavining kitobidagi, ya'ni 40 hadis degan kitobidagi 17-hadisni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz bir musulmon ish qilganda qanday qilish kerak ekanligini o'rgatilgan bir hadis. Oldin biz hadisni o'qiylik, undan keyin biz buni sharhlaymiz, undan keyin o'zimizning ahvoliga bir qarab, qayerda ketib qoldik, qayerda o'zgartish qilamiz, bu haqda paranglashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه نقل قلند ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقل قلب Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mundaq dedi. İnna Allah ketebel ihsana ala kulli şey. Allah subhanahu wa ta'ala ihsanni her bir narsega farz qildi. Ihsanni her bir narsega farz qildi. Fa iza qataltum fa ahsinul qitla. Öldürgen çığınlarda ihsan bilen öldürünler. Ve izâ zebahtum fe ahsinud zibha. Eğer sizler boğuzlamakçı bolsanlar, bir koyunu, bir mal çarını boğuzlamakçı bolsanlar, boğuzlaşını ihsan bilen kılınlar. Vel yuhidda ahadukum şafratahu vel yurih zabihatahu. Sizlerinin birinler koy boğuzlamakçı, mal boğuzlamakçı bolsa, piçkini ittik kılsın, malını rahatlandırsun deydi. Bu hadisteki ihsan sözünü men ihsan sübtida aldım. Çünkü ihsan degen bu söz Arab tilidagi söz ma'nosi bilan hadisda maqsad qilingan ma'no o'rtasida farq bor. İhsan deganning Arab tilidagi söz ma'nosi yaxshi qilish degan gap. Ammo hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning maqsad qilgan ma'nosi bo'lsa, puxta qilish, astoydil qilish, voyaga yetkazib qilishni ko'rsatadi. Unda bu hadisning sharhisidan bo'ladi. Innalloha katabal ihsana ala kulli shay. Allah subhanahu va taolo har bir ishni puxta qilishni farz qildi dedi. Demak, bir musulmon mayli namoz o'qisin, ya'ni ibodat ishlari bo'lsin, mayli tijorat qilsin, hunar kasb qilsin va qanday bir ish qilsin, shu ishini puxta qilish musulmonga nisbatan u farzdir. İhtiyarlıqdaki iş emas. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunun misal keltirip deydi. Fe izâ qataltum fe ahsinul qitla. Öldürgen çığınlarda çıkaylıkça öldürünler deydi. Ve izâ zebahtum fe ahsinul zibha. Bir nesine, yani mal çarını boğuzlamakçı bolsanlar, boğuzlaşını vayga yetkizib qilinglar deydi. Bu hadisin deli sebebi bir sahabe qo'ydan birini o'ltirib, putni bog'lab, qo'yning ko'zining oldida pichqini bilgili boshlaydi-da. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahabaga, "Sen ma qo'yni 2 qatim o'ltirmoqchimi? Va idza zabahtum fa ahsinu zibha." Sizlar mal bo'g'izmoqchi bo'lsanglar, uni ihson bilan qilinglar. Ya'ni astoydillik bilan qilinglar, malni azoblamanglar, qiynamanglar, pichqinlarni hitti qilinglar degan. Bu bir misal. Yani şu hadisin deli sebebi deyilgen bir vaqqa. Hadisning başı qaraydigan bolsak, bu ishni astoydil qilish, tujupilab qilish, voyaga yetkazib qilish, qatr qilib qilish har bir ishimizda farz. Afsuski bugungi kunimizda qaraydigan bolsak, musulmonlarning qilgan ishida umumatan masalan ayet ig'ir. Eng aqallisi desa, kunda masjidlarimiz shunday qo'yamdi. Masalan, ishkini ig'iz qaraydigan bolsak, oyoqlarimiz qalaymiqan, chiqib qilgan ishlarimizda ihson deydigan bir narsa yo'qolib ketaylik. Vaholanki bu musulmonga nisbatan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek farz bir ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning davrida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'g'li Ibrohim vafot topdi. 2 yosh, 3 yosh atrofida kichik holatda vafot topgan. İki sahabe payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom İbrahimni yuvib, kepallab qabrga qo'ydi. Ondan keyin qabrning ustiga qishlarni tizdi. Qishlarni tizib, 2 qishning oraliqida yuchuq qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahabaga, "A, yuchuqni itib etinglar" dedi. Bu 2 sahabe, "Ya Rasululloh, bu yuchuq qolsa mayit qabri zarar yetamdi" deb so'radi. Ya'ni buning oqibatiga, qabrdagi bir azobi deganga o'xshash ishlar bo'lamdi deb buni maqsad qilib so'radi. Vaholanki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi, "La, walakinnaha tuqirru aynal hay." Bunun mayit qabri ziyni yo'q. Lekin bu hayot qolganning ko'zni xursand qiladi dedi. Ya'ni bir ishni go'zal qilish, o'lchamli qilish, puxta qilish odatda bu ko'zimizni xursand qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ana shunday bir musibatlar holatida mu ishni o'lchamli qilishga buyurgan sahobalarni. Mana bu asli bizning dinimizning ko'rsatmasi. Shuning uchun bir musulmon nima ish qilsin, o'qisin, tijorat qilsin, muomala qilsin, ishlasin, hunar kasb qilsin, shu ishni puxta voyaga yetkazib qilish kerakki, hargizmi astoydilsiz holatda qo'lning ichida qilib qo'ymaslik kerak. Bir musulmonga bu asla va asla yarashmaydi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam degandek, "İnnallaha ketebel ihsana ala kulli şey." İşni puxta qilish, voya yetkazib qilish bu bir farz. Hem de ikkinchi ulab o'qiydigan hadisimiz bugungi 18-ci hadis. Bu hadisimiz bir musulmonga nisbatan eng cho'ng 2 masalani bayon qiladi. Agar u 2 masalani musulmon ado qilsa, hal qilsa,
jannatga kirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan. Bu ikki masala qaysi? Biz oldin hadisni o'qiylik, undan keyin shaylab ma'ayli. An Abi Zarr Jundub ibn Junada va Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi va sallam qal Abi Zarr Jundub ibn Junada va Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alayhi va sallamdan naql qilib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq dedi: "İttaqillaha haythuma kunta." Nada bo'lmag'in Allohdan qo'rqqin. Va atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha va xaliqin nasa bi xuluqin hasan. Yomonlikqa yaxshilikni ergashtirginki, u yaxshilikning yomonlikni o'chirsin. Va xaliqin nasa bi xuluqin hasan. Kishilar bilan go'zal axloq bilan muomala qilgan. Qaraydigan bo'lsak, bu hadis men yuqorida o'tgan ikki cho'ng masalani, ya'ni ikki haqni biz ado qilishga tegishli ikki haqni bayon qiladi. Birinchisi Allohning haqqi, ikkinchisi bandaning haqqi. Allohning haqqi nima? Taqvodorlik. Bandaning haqqi nima? Go'zal muomala qilish. Mana shu ikki haq bizda ro'yobga chiqadi ekan, biz jannatga kirib ketamiz. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jannat kirgizadigan narsa nima deb so'ralgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom taqvolloh va husnul xuluq. Allohga taqvodor bo'lish, ya'ni Allohdan qo'rqish va go'zal axloq degan. Allohga taqvodor bo'lish insonning Rabb bilan o'tirisidagi bir haq bu. Ya'ni insonning Robbiga qarshi ado qilishga tegishli bo'lgan bir haq. Go'zal axloq insonninki, ya'ni bir musulmonninki qarindish bilan bo'lgan o'tirisidagi bir haq. Ikki haqni, ya'ni inson Robbi bilan o'zi o'tirisidagi haqni va shundaqla yana bir qarindishi bilan o'zining o'tirisidagi haqni ado qilgan vaqtda jannatga kiradi. Mana bu hadis mush ikki haqni o'z ichiga olgan. Hamda hadisning tekstini jumla shaylab baqayli. Beshidagi jumla nadila bo'lmag'in Allohdan qo'rqqin dedi. Ya'ni oshkor bo'lsin, yushurun bo'lsin, kishilar ko'rsin, kishilar ko'rmasin, taqvodor bo'lgin, Allohdan qo'rqqin. Ya'ni taqvodorlik Allohning haqqidir-ku. Mush Allohning haqqini oshkor maxfiy hamma yerda qilgan vaqtimizda, ondan keyin biz Allohning haqqini ado qilgan bo'lamiz. Unda bo'lsa, Allohdan qo'rqish va taqvolik qanday bo'ladi? Biz yuqorida o'tganimizdek Allohdan qo'rqish taqvolikning tun sharti hamma yerda bo'lish, maxfiy bo'lsin, oshkor bo'lish. Ikkinchisi, ya'ni taqvolikning asosi nima bilan bo'ladi? Alloh taolo cheklagan haromlardan yenish, buyurgan ishlarni qilish. Biz Alloh taolo cheklagan ishlardan yanmay, buyurgan ishlarni qilmaydi ekanmiz. Asla va asla taqvolikqa yaqin kelgan bo'lmaymiz. Ya'ni farzlarni qilish, haromdan qochish. Biz Alloh buyurgan ishni qilib, haromdan yangan vaqtimizda taqvolikning asosini saqlagan bo'lamiz. Taqvolikning mukammal bo'lishi, komil bo'lishi nima bilan bo'ladi? Biz ilgari hadislarda mashhurlagan haromdan qochish va buyurgan ishlarni qilish bilan birga halol va harom o'tirisidagi shubhalik ishlardan yiroq turish bilan taqvolik komil bo'ladi. Bu haqda Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: taqvodorlikning mukammal bo'lishi insonning Allohdan shu darajada qo'rqishiki, hattoki zarrachilik gunohdan saqlanadi. Hatto halol deb qaragan narsalarni harom bo'lib qilish ehtimoli bo'lganligi uchun uni tark etadi deydi. Ya'ni ba'zi bir shubhalik narsalar va uni harom chiqib qolmasin deb uni tark etadi. Shunday qilgan vaqtda u insonning taqvoligi komil bo'ladi deydi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazran mimma ba'sa bihi. Bir inson toki gunoh bo'lmagan narsalarni gunoh bo'lib qilishidan, harom bo'lib qilishidan ehtiyot qilib tashlamagan qadar u banda, u inson taqvolik darajasiga yetolmaydi deydi. Ya'ni halol mo'chuq, harom mo'chuq. Ammo ba'zi bir ishlar bor. Harom bo'lib qilishidan qo'rqib tashlasa, ondan keyin u banda taqvolik darajasiga yetalaydi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Endi hadisning oxirgi davomida bir yomonlik qilgan bo'lsang, orqasida bir yaxshilikni qilgin, buning bilan yomon ishing yo'qqa chiqsin dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Endi biz inson taqvo bo'lishni xohlaymiz. Alloh taolo buyurgan ishlarni qilishga tirishimiz, chekilgan ishlarni yenishga tirishimiz. Ammo insonlik tabiatimiz bilan nafsimizning keyniga kirib, shaytonning keyniga kirib ba'zi bir yomon ishlarni qilib qolamiz. Endi taqvolik darajamizga qanday qaytamiz? Rasululloh hadisini ko'rsatib qo'ydi. Yomonlik qilgan bo'lsang, bir gunoh qilib qolgan bo'lsang, uning keyindan bir yaxshilik qilgin, u yaxshiliking yomonlikni yo'qqa chiqaradi dedi. Bu hadis orqali biz taqvolikni qanday himoya qilishni o'rganamiz. Bir sahoba Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, men bir ayolni suyab saldim" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o sahobaga gap qilmay jim turdi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tuvandek oyatni nozil qildi. Va aqimis solata tarafayn nahari va zulfan minal layl innal hasanat yuzhibnas sayyiat zalika zikra lizzakirin. Atdigan oqshomda va kechaning dastlabki vaqtlarida namoz o'qigan. Yaxshiliklar yomonliklarni yuyidi, yomonliklarni elib ketadi. Bu ibrat olg'uvchilarga bir ibratdir deydi. Demak, bir gunoh qilib qoldikmi, keyindan ibodat qilsak, namozni ko'p o'qisak va yoki sadiqani ko'p qilsak, qilgan yaxshiligimiz gunohni yuydi deydi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom savol so'rab kelgan sahobani chaqirib, bu oyatni o'qib berdi. Undan keyin bu sahoba: "Ey Rasululloh, bu oyat menga xosmi yoki hamma musulmonlar uchun ammo?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Bu hamma musulmonlar uchun umumiy o'rtaq bir hukm" deydi. Demak, biz inson, biz Allohning haqqini ado qilish uchun, ya'ni taqvo bo'lish uchun birinchi qilib oshkor va yushurni holatimiz o'xshash bo'lishi kerak. Ikkinchi qilib, ya'ni taqvolikning asosini solishimiz uchun
Allah buyurgan ishlarni qilishimiz kerak, to'sqanlardan yenishimiz kerak. Uchinchi qilib taqvolikni mukammal qilish uchun xato bo'lmagan, mayli muomalada bo'lsin, tijoratda bo'lsin, mayli yemak-ichmakda bo'lsin, xato bo'lmagan, ammo shubhilik bo'lib qolgan, harom chiqish ehtimoli bo'lgan ishlardan yiroq turish bilan taqvolik mukammal bo'ladi. Ana shundoq tirishib turib insonchilikda ba'zi xatolarga tushib qolsak, ba'zi yomonlikqa tushib qolsak, uning kendilab yaxshilik qilish orqali uni uyimiz, ya'ni asl-holatimizga qaytamiz. Shuning bilan biz birinchi haq bo'lgan taqvolikni ro'yobga chiqargan va qo'g'digan bo'lamiz. Ikkinchi haqchi inson ustidagi haqqi. Bu nima bilan ado bo'ladi? Go'zal axloq bilan ado bo'ladi. Gap so'zda, muomalada, bütün ishlarimizda go'zal axloq bilan muomala qilish orqali bir musulmon yana bir musulmonga haqqini ado qilgan bo'ladi-da, jannatga loyiq bo'lgan bo'ladi. Hadisning davomida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ikkinchi haqni bayon qilib, kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilgan dedi. Ya'ni bir musulmonning ustidagi haqqini bu hadis orqali deb berdi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki bizga elchi qilib, payg'ambar qilib avatilishning asosiy cho'ng ikki nuqtasi shu. Birisi bir insonningki Allohning haqqini ado qilishi, yana birisi bir insonningki yana bir qarindishning haqqini ado qilishi. Yuqorida o'tganimizdek Allohning haqqi taqvolik bilan, insonlarning haqqi go'zal axloq bilan ado bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom innama bu'ithtu li utammima makarimil axloq. Men go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining avatilish sababini go'zal axloqlarni to'liqlash deb bayon qildi. Ondan boshqa nurg'ulgan hadislarda axloqning qimmatini bizga tushuntiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qiyomat kuni taroziga eng ig'ir qilgan narsa nima dedi? Go'zal axloq dedi. Demek bir musulmon o'zida ikki haqning bor ekanligini esda tutish kerak. Birisi Allohning haqqi, taqvolik bilan ro'yobga chiqadi. Ikkinchisi yana bir musulmon qarindishning haqqi, u güzel axloq bilan ro'yobga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu ikki haqni ado qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek jannat ahlidan bo'lishni nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah